Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida soliq boshqarmasi xodimlari va tadbirkorlar ishtirokida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Unda tadbirkorlarning muammolariga quloq tutildi. Jarayonlardan muxbirimiz Shiringul Asoyeva xabar qiladi. Bugun tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi amaliy ishlar, kichik biznesni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, oilalarning barqaror daromad manbaini shakllantirish hamda farovonlikni yuksaltirishda muhim omil bo'lmoqda. Birgina ularning samarali faoliyati iqtisodiyotimizning yuksalishiga zamin bo'layotgani rost. Navoiy viloyati Xatirchi tumanida ham ayni paytda ichki va tashqi bozorni mahsulotlari bilan ta'minlab turuvchi minglab tadbirkorlar mavjud. Kichik va o'rta biznesga hissa qo'shayotgan aynan shu kabi ishbilarmonlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Masalan, 1 gektarga 2 gektarliklar bor. Ular masalan bitta qo'rani chiqarolmaydi, kontraktni shartlarini bajarolmaydi. Muloqot davomida qo'shimcha qiymat solig'i to'lovidan hosil bo'lgan ortiqcha summani qaytarishda amaliy yordam ko'rsatish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchun soliqlarni hisoblashda kamaytiruvchi koeffitsiyentni qo'llash, yer toifasini o'zgartirish, yer solig'i hisobotlarini tuzatishda amaliy ko'mak ko'rsatish kabi masalalarda tadbirkorlarning muammolari ham o'rganildi. Bizning faoliyat turimiz umumiy ovqatlanish va maishiy xizmat ko'rsatish faoliyatlari bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda 50 ga yaqin aholi bandligini ta'minlab kelyapmiz. Bugunda mana bu Navoiy viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda Xatirchi tumanida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Bunda bir qator tadbirkorlarning muammolari ko'rib chiqildi. Bizni ham muammolarimiz nazoratga olindi. Tadbir davomida viloyat soliq boshqarmasining tegishli bo'lim boshliqlari hamda masalalarga aloqador mas'ul tashkilotlar xodimlari ishtirokida har bir murojaat qonuniy tahlil etilib, ularning yechimi bo'yicha aniq muddatlar belgilandi. Shuningdek, tumandagi eng namunali va faol tadbirkorlar, eng ko'p ish o'rni yaratgan tadbirkorlik subyekti, eng intizomli soliq to'lovchi, eng yosh tadbirkor nominatsiyalari bo'yicha taqdirlandilar. Shiringul Asoyeva va Sevdor Sattorov Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.